Sür baskan kecha. Qattiq guldirmama ovozi jahonni bir olgan edi. Derizdan to'xtamay val-vul qilib chaqmoq chaqqandagi nur chechib turardi. Yiroqlardan itlarning ansiz qavashlari anglanib, ajoyib bir qo'rqinish bosgan bo'lib, karvatda tizimni chin quchoqlaganimcha o'tirardim. Bu qabohatli kecha to'limi asta o'tib o'tadi. Erim degan go'ja mushundoq kunlarda sirtqa chiqib ketganini qaramamdigan, yolg'iz yuragim selib, ko'zimga uyqu baradigandek emas. Tuyuqsiz derizdan bir qora ko'langa ko'rindi. Qo'rqib ketib, qattiq varqirganimcha ko'zimni ching yumib oldim. Önümning bercha bir g'aza yig'lab o'ltirib qoldim. Tuyuqsiz tak-tak qilgan ovoz bilan eshik chekildi. Teximi qo'rqib ketotdim. Bovam kichik vaqtimizda aytib bergan alvastlarning cho'jaklari esimga kelib, ko'zlarim qo'rqinishdan yo'g'inib ketotdi. Yana derazaga qaradim. Derazdagi ko'langa birdamdala oxiranga aylandi. U qo'lini egiz ko'tardi. Qo'lida xuddi xiymannikidek nur chaqnab ketdi. Ovozim intayin titrak bosgan holda uningdan so'radim. Sen kim? Men sening bovang, tez eshikni och. Mening bovam. Men 10 yoshga kirgan vaqtda o'lib ketgan. Meni to'l aldimi? Men sening bovang, tez eshikni och. U yana shu gapni takrorladi. Ochmayman. Men qo'rqyapman. Sen nima qilmoqchi? Men sana intayin muhim bir ishni aytqili keldi. Nima ish? Ish bo'lsa, men ishni ochmasammi? Shu yerda turib davarga. Ishni och. U intayin qo'pollik bilan yuqori ovozda varqiradi. Uning ovozi bilan tang yana qattiq chaqmoq chiqib ketdi. Qo'rqinishdan yuraklarim qapidan chiqib ketayli deb qolgan bo'lib, dir-dir titrab o'tdim. Yo'q. Ochmayman. Sen tez ket. Bu yerda nima ish qilasan? Ishni och. Mening qo'rsqim ichib ketdi. Sen nima yemoqchi? Meni kirgizsang da beray. Men qo'rsqimni to'yg'izibla ketaman. Meni qo'rqitma. Sen mening qanimni ichmaydigansan, ha? Sen boya sana muhim bir ishni degil keldim deyotmandim. Sen yolg'on aytyotamsan. Yo'q, sen avval ishni och. Men qo'rsqimni to'yg'izibla ketaman. Ondan sen xotirjam yetib uxlavagin. O chaqda menmi ketaman, guldirmammi to'xtaydi? Rasmo. Ras. Amis men ishni ochay. Menga ziyon zahmat yetkazmaslikka va'da beralamsan? Quruq gapni oz qilib, ishni tez och. Garchi shunchalik qo'rqib tursammi, bu qo'rqinishdan baldiroq qutulish uchun o'rnimdan turib, ishni echish uchun mangdim. Qadamlarim intayin ig'ir edi. Putlarim xuddi mening emasdek. Shundaqdimi butun kuchimni yig'ib, asta eshik oldiga kelib eshikni ochdim. Qo'rqinishdan qattiq bir varqirab etdim. Ko'z oldimda yoki odamga, yoki maxluqqa o'xshamaydigan bir gavda turardi. Uning chechi xuddi supurga o'xshash osmonga tik turardi. Yuz ko'zlari ta'tir yo'linishda bo'lib, og'iz peshonasida qip-qizil ikki ko'zi engikida turardi. Qo'llarining tirnoqlari shunchalik uzun ediki, kishiga ajoyib sirliq ta'sir berardi. Darhol eshikni yepib,
keynimga yenib olmoqchi bo'ldim. Biroq u eshikni qattiq ittirib echivatdi. Yo'qol! Yo'qol! Chiqib ket! U bir ig'izmi gap qilmasdan kirib meni bir tarafga ittirib-da, o'zi eshikni yepivatdi. Badallarim qo'rqinchda loq-loq titrashga boshladi. Bu vahimdan qutulish uchun derazadan qochmoqchi bo'ldim. Ammo u o'ng qo'lini egiz ko'tarib, deraza tarafga barmoqini bir shiltib edi. Derazada o't chaqnab ketdi. Qaytishga amal bo'lmay, yana vaqirdi. Sen nima qilmoqchi? Tez yo'qol! Tez chiqib ket! Ovozingni o'chir. Men qachon midirla deganda ondan midirla. Agarda qimirlabla qolsang, bugun tirik qolaman dema. U derazni taqib etmoqchi bo'lib, oldiga manganda yugurib oshxonaga kirib, qo'limga pichoqni elib oldim. Ammo u orqamdan kirib qoldi. Men darhol pichoqni uning qo'slig'iga tiqib etdim. Menga nadin kelgan kuch jasoratgin pichoqni cho'nqur sanchib etib tortib chiqarib oldim. U qon chiqayotgan qo'rslig'iga asta qarab qo'yib, yana o'ng qo'lini egiz ko'tardi. Uning qo'lidan yana nur chaqnashga boshlaganda, u ashu qo'li bilan pichoq tiqilgan yerni asta silab qo'ydi. Mavu karomatni ko'mamdigan. Men rostilla alvostlar bilan urushayotgan o'xshamamda. U shundoq silib edi. Qo'rslig'idagi qon to'xtab qoldi. Men yana darhol qaytish uchun yugurdim. U o'zini ozroq o'ngshib elib, meni qo'g'lab keldi. Yana 2 sekund kechiksan-chu ablah, ishini echib oldim. U mening chechimdan tutgan peti keyniga so'rab keldi va chechimdan tutgan supiga kuchab aytibdi. Voyjam! Butun badanim sirqirab og'rib ketdi. O'zimning mushunchalik qaysarligini faqat bilmabdikaman deysa, yo jon totliqmi? Shunchalik totliqmi ish qilib butun asiyodam. Bu ablahning qo'lidan qutulishli edi. Damaliq o'rnimdan turolmay qoldim. Shu asnoda uning qip-qizil ko'zlari o't chaqnagandek bo'lib, oldimga etilib keldi. Uzun o'sib ketgan tirnoqini topinimga sanchib, qinimni sho'rashga urindi. Topinimdan kelgan qattiq og'riq menimga chiqib ketdi. Qattiq chirqirab ketdim. Hayronman. Shuncha qo'rqinish, og'riq azobidimi? Bo'yam elib olgan pichoqni tashlab etmabdiman. Qo'limda mahkam tutib olibdiman. Putim shuncha og'rib tursa-mu, qattiq bir jasorat bilan uning o'ng qo'liga pichoqni qattiq sanchidim. Uning qo'lidan qip-qizil qon bulduqlab chiqqili turdi. Uning o'ng qo'li dal sehrgarlik qiladigan qo'li bo'g'ashqa, u hech bir chora qilolmay, kuchining baricha g'ayriy ovoz chiqarib varqirg'ili turdi. Sen dehimanga pichoq urg'udek bo'ldingmi? Xo'p. U shundoq deginicha og'riqqa bardoshlik berolmay, yeli u yoqqa, yeli bu yoqqa meni puti yerga tegmay yotdi. Uning qo'lidan to'xtamay qon oqqashqa, uyning ichida xuddi qo'y bo'g'izlaganda qip-qizil qon bo'lib ketdi. Tam shu yeshimgacha bundaq g'alidam qo'rqinchli ishlarni faqat ko'rib boqmabdiganman. Men burun bundaq ishlarni o'ylashga jur'atim yo'q edi. Mana bugun o'z beshimdan kechirib o'ltiribdiman. U o'z holi bilan menmi og'riq azobida o'ltiratdi. Garchi yuragimda bir qo'rqinish meni qiynatsa-mu, ammo yanala uni o'ltirib, ko'zli yo'qotish niyatimdan voz kechmagan edim. Tuyuqsiz qo'limga qo'lchiroq chiqib qoldi-da, uning beshiga keltirib otdim. Biroq u chaqqonlik bilan o'zini qochirib elib, menga yovuzlarcha etilib keldi va bor kuchi bilan bo'ynimdan siqib, meni o'ltirib etmoqchi bo'ldi. Uning qo'lidan qaytishga rostila majolim qolmagan bo'lib, 25 yillik hayotimdan ayrilishga qiymay, ko'zimdan qon yosh eqishga boshladi. Qo'yvat ablah, meni qo'yvat! Yanala hayotlik qanmagan yosh yuragim tipirlashga boshlab, azroqqina bo'lsa-mu qarshilik ko'rsatishga urindim. Meni qo'yvat! O ablah, qutqazinglar! Qutqazinglar!
kuchimning baricha varqiradim. Ammo sirtdagi surlik guldirmama ovozida boshqalarning ovozimni anglay olishi natayin edi. Shundaqdimi varqirab jarqirab uyni bir oldim. U ablah ovozimni o'chiramay. Oldu bas, ig'zingni yum. Dedi-da, yuzimga bir tastak soldi va yana bari kuchi bilan gelimni bo'g'ib, meni o'ltirib qo'yayli deb qoldi. Shu topda yuzimning qizirib o't bo'lib, ko'zimning chinqilib ishib, qizirib ketganligi o'zimga bekmo bilinib ketdi. Shundaqdimi tiximi kuchab varqiradim. Tepdim. Biroq u gelimni ustimda o'ltirib siqqashqa yenili kuchim yetmay yotdi. Guldirmama ovozi tiximi kuchishga boshlab, ovozi odatdagidanmi yuqorilab ketgan edi. U xuddi bir ish tuyuqsiz esiga kelgandek sirtqa qaradi-da. Mening qaytadigan vaqtim ozla qopdi. Debla mening beshimga bir muz soldi. Shu qattiq bir mush butun badanimga og'riq kirgizayotganligini bilaman. Shu vaqtda ko'zim yumildi. Badanimdagi butun og'riqlar to'xtagandek bo'ldi. U ustimdan tushdi-da, topinimdan qon sho'rashga boshladi. U har bir yutum qonni sho'rg'an vaqtda osmonga qarab, g'alati bir xil ovoz chiqardi. Garchi ko'zim yumuqliq, yeshni meni og'riqni sezmasam-mu, kallam shunchalik sagak bo'lib, uning nima qilayotganligini sezib turardi. Badanimdagi qonlar tugab qoldimi qandaq? Badanlarimda kuch degan narsa qolmadi. Shu topda kuchim bo'lgan bo'lsa, yenimda turgan boyiq pichoqni elib, uning geliga sanchigan bo'lsam, uni balkim ujuqtirib yetalaydi. Shu xayol bilan menga yana ozroq umid tug'ildimi qandaq? Ko'zimni ochaladim. U shu daqiqada intayin sat maxluqqa aylanib qolgan ekan. Yana bor kuchimni yig'ib varqiradim. Yetti boshliq yalmavuz! Yalmavuz! Qutqizinglar! Odam bormi? U ovozimni anglab etib darg'azab bo'ldi-da, yana ustimga chiqib olib, gelimni siqishga urindi. Men orom qilgan bo'lsam-mu, yana varqiradim. U bu qitim qattiq darg'azabga kelib, yenimda turgan sharpini purlabla ig'zimga tiqavetdi. Bu qitim unim taqat chiqmadi. Gelim bo'g'uq, og'zimda latta, tiniq ololmay, ko'zimga ochiq yosh keldi. Shu daqiqada tuyuqsiz 2 yoshlik o'g'limning "Oppa!" deb tatliq tillari bilan chaqirgan ovozi anglandi. Ah, bu nejiz ablah yondik uyda uxlayotgan o'g'limning ovozini anglab etib, uningga ziyon zahmat yetkazib qo'ymag'aydi degan xiyol kallamga kechdi va men chuqum uni o'ldirishim kerak. Bola! deb varqirganimcha darg'azab bilan ko'zimni ochdim. Ko'zimni ochganimda o'g'lim bo'ynimga minginicha menga hayronlik nazarda qarab o'tiradi. Og'zimga intayin qansiq puroq tetib Darhol og'zimdagi narsani elib etib, o'g'limni ustimdan ko'tarib tushirib etdim. Yenimga qarsam, erim pushuldab uxlab ketibdi. Balamdan so'radim. Balam, mening ustimda nima ish qilasiz? Oppa, u binoga kiyatdim. Chaqisham anglamadingiz. Shunga ustingizga chiqib qo'ydim. Qo'yisham og'zingizdan jiq cho'lgingiz eqib ketdi. Dadamning paypiqi bilan etib qo'ydi. Qattiq ichim elishib ketdi va uningdan yana qaytirib so'radim. Jini balam, amsi nemishqa paypaqni og'zimga tiqib etdingiz? Og'zingizni suydirsam yana so'lgingiz chiqdi. Shuni paypaqni og'zingizga tiqib qo'ygan. Voy, mavbalning ishini qarmamdigan. To'xtamay ichim elishib ketdi. Oppa, oqshom siz menga Çentimey Batoy'nun hikayesini aytib anglab yetib uxlab qolibman. Tushimda men Çentimey Batoy'ga siz maktumchilarga aylanib qolibsiz. Ha. Asli bu tushimkanda. Turing hay, qaynopamning o'g'li. Nimishqa oqshom paypoqingizni yumaysiz? Buningdan keyin yana mushundaq paypoqingizni yumasangiz, taloqni selib etib kerak. Xap.